Qashqadaryolik Ilyos Ruziyev bir paytlar sport bilan shug'ullanib, sog'lom hayot tarzini tanlagan, kelajakka ishonch bilan qadam qo'ygan yoshlardan biri edi. Ammo o'ylamay bosilgan birgina noto'g'ri qadami va qarori uning taqdirini tubdan o'zgartirib yubordi. Uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan Ilyos jazo o'tash muassasasida o'tmishini qayta tahlil qilib, qilgan ishi uchun chuqur pushaymon ekanini yashirmaydi. Men mahkum Ruziyev Ilyos No'monovni 1992-yil Qashqadaryo viloyati Qari shahrida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ushbu jazo muddati davomida qariyb 5 yildan beri sirokda o'tiramiz. O'zimga tegishli xulosalar chiqarib, ozodlikda qadriga yetib, kim qiynalishi ko'chada, kimga kerakmiz, farzandimiz, ota-onamiz, ayolimiz. Mana shular qiynalib, shuncha masofadan kelib ketadi. Hech kim foyda topmaydi-da, urush janjal qilib, mana qonun ustuvor davlatda yashab turibmiz, uni kuchi bilan biror nima bilan uni muammoni yechib, yo'q qilib, mana shuncha katta sirokka qamalib ketib, urushmasin, janjal qilishmasin, sportdan to'g'ri foydalanishsin. Uzr so'rayman xalqimdan, prezidentimdan, ota-onamdan, oilamdan, hammadan. Sport unga sabr, intizom va jismoniy qobiliyatini rivojlantirishga turtki bo'lgan bo'lsa-da, hayotni hal qiluvchi pallasida bir lahzalik jahlga berilib, nafaqat o'zini, balki yaqinlarini ham og'ir iztirobga soldi. Kamera devorlari orasida o'tgan har bir kun uni qilgan xatosini naqadar og'ir ekanligini eslatib turadi. Pushaymonlik hissi qalbini o'rtaydi.